Savol. Assalomu alaykum ustoz. Alloh qayerda? Bu to'g'rida 1300 yildan ko'proq vaqtdan beri talash-tartish tugmay o'tibdi. Mushu savolimga keskin, dalil isbotli javob bo'lsa xabarlantirgan bo'lsinlar. Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alloh qayerda degan bu savol bilan ibtidosi, intihosi va makoni bo'lgan maxluq bo'lmish mavjud shay'ining o'rni so'riladi. Ammo cheki bor makondan halqagan, makonni yaratquchi Alloh subhanahu va taolo haqida Alloh qayerda deb so'rash logikali xatolik bo'ladi. Chunki o'rin bilan makon yo'qdan bor bo'lgan hadisdir. Hadis bo'lmish o'rin yoki makonga muhtoj bo'lgan shay'i Alloh bo'lmaydi. İnsonga o'xshagan makon cheklamasiga uchraydigan, makon cheki bilan yaratilgan maxluqotlarla o'rin yoki makonga muhtoj bo'ladi. Allohni cheki bor bir o'rinda deb qarashdan u zotning makonga muhtojligi kelib chiqadi. Muhtojlik kamtuklikdir. Hadisda deyilganidek, Alloh bo'lsa azalda bor edi. Allohdan boshqa hech narsa uning bilan mavjud emas edi. Alloh taolaning uning o'xshidek hech bir narsa yo'qdir. U yana anglag'uchi va ko'rguchidir degan oyatimi u zotning makonga ehtiyoji bor maxluqotga o'xshamaydiganligini ko'rsatadi. Shunga bu savol Alloh taolani makon yoki o'rinda bo'ladigan shay'i, ya'ni yaratilmish maxluq degan xato faraz ustiga qurilgan bo'lib, mazkur savolda yaratilg'uchi shay'iga qaratiladigan savol yaratquchi Allohga qaratilib qolgan. Natijada savolda Allohni ham yaratquchi, ham yaratilg'uchi deyishdan iborat yana bir logikalik zidlik muayyan bo'ladi. İnson tasavvuridagi Allohni maxluqotga o'xshatib qo'yadigan har qanday tasavvur va o'ydan Alloh taolo pokdir. Hech narsa u zotga o'xshamaydi. Amaliyotda inson cheklik aql iqtidori bilan cheksizni tasavvur qila olmaydi. Insonning aqli Allohning zotini idrok qilishdan ojizdir. Bu sababdan insonning Allohning qayerdaligini izlanishi talab qilinmaydi. Lekin ulug'liq va martaba ustunligini ko'zda tutib va maxluqotga o'xshab qolishdan poklikni isbotlagan asosda Alloh ustunda yoki osmonda yoki arshida desa javob to'g'ri bo'ladi. Yagona yaratquchi nomli kitobimizda deyilganidek, u zot barliq mavjudotning kelish manbasidir. Shu sabab barliq mavjudotning mavjud bo'lishi oldi bilan u zotning mavjud bo'lishiga qarashli bo'lgandir. U zotning mavjudligi hammadan ilgari va azaliy bo'lganidek abadiy va boqiydir. U qayerda deyishlardan mustasnodir. Navoda u zotning mavjudligiga qayerda degan savol tashlansa, savolning javobi u zotning mavjudligi makondan ilgari edi, zamon va makon har ikkisi uning maxluqi edi deyish bilan tugallanadi. Allah fiziki sirtidagi mavjudiyat. Undaq ekan, uning tarafidan yo'qdan bar qilingan mavjudotlarga qo'llanilgan qonuniyatlar uningga tatbiqlanmaydi. Hech qanday o'xshishi yo'q zot makonning paydo qilguvchisi. Shundaq ekan, u yo'qdan bar qilgan mavjudotlardagi qonuniyatlarning uningga tatbiqlanmaydiganligi pok talab qilmaydigan haqiqatdir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh